Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yılı 11 ayının 18 günü cuma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Xabarlarda bo'lgandek men 3 noyabrdan 13 noyabrgacha Türkiye, andikin Belgiyada safarda bo'ldim. Shu jarayonda Turkiyada 2 qatim, andikin Brüssel'de bir qatim Belgiyaniki Brüssel shahrida bir qatim naq maydon qilib Facebook'ta ahvollarni biraqor sizlarga deb qo'ydim. Ondan keyin safardan qaytib kelgandan keyin shu 3 qatimliq naq maydon videosini birlashtirib, uni YouTube'ga qo'yib qo'ydim. O vaziyat, navbatdagi vaziyat haqidagi 105 soni bo'ldi. Ehtimol o videolarni ko'rgan qarindoshlar shu chog'dagi ahvollardan biraqor xabar topdi deb o'ylayman. İmkan bor shu vaqtdagi faoliyatlar to'g'riliq tafsirroq tushuncha berishga tirishdim. O 3 qatimliq videodan keyin Brussel shahrida bo'lgan yana bir ish, oxirgi ish 2 qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyatiniki xotira kunini tabriklash faoliyati bo'ldi. 11 ayning 11 kuni kechda. O faoliyatmi nihoyatda yaxshi o'tdi. Ben nayeti ta'sirlandim. Asaslığı nima deganda Brüsseldeki Uyghur cemaatimi nayeti ötedi ekan. Cemaat xili cho'ngibdi. Men oldin qatimda bo'lgan vaqt qilib slashtirgan chaqda ma qatim faoliyatga hammalar nayeti qizg'inlik bilan tamoq etib, nomerlarni tayyorlab ashtaqa kelib faoliyatni nayeti yaxshi qildi. O faoliyat to'g'riliq men ayrim video ishlayolmagan. Shunga bugun uni sizlarga deb qo'ygim keldi. Çıkılıp Brüssel'deki Uygur qarindoshlardan nayeti xo'shal bo'ldim. Har bir joyda ashunaq bir kuchli Uygur jamoatiniki bo'lishi biz uchun intayin muhim. Bugünkidek vatanga borolmay, vatandagilar aloqalasholmay, nayeti g'arib sinab yashayotgan bir vaqtda bu ishlarniki bundaq bir jamoatning shakllanishi bek muhim endi. O qatim faoliyat nayet obdan bo'ldi. Endi bu qatimki safarni biraz eslab o'tganimda bu qatim İstanbul'da 3 gün to'g'andim. 3 gün qat yetishmedi menga. 3 günning hammasida degidek faoliyatlar bo'ldi, faoliyatlarga qatnashdim. Shundaqdimi bir necha ishlarga qatnashaolmadim. Uniki birisi Uyghur Project Fondi iqtisodiyotni yordam qilayotgan Shatlan Uyghur bolalari yeslisi bordi. Men u yerni bir ko'rib kelaman degandim. U yerga borolmay qoldim. Andikin Silim Pashaga berib, u yerdagi Uyghur qarindoshlar bilan bir ko'rish planim bordi. Uni dastlab planlab keyin ulgurolmay qoldim. Uni bo'lmay qoldi. Ondan keyin men bilan ko'rishni istagan bir guruh Uyghur qarindoshlar bilan ko'risholmay qoldim. Ularga vaqt chiqmay qoldi. Ishqilib umimizga aytgan chog'da bu qatimki safar men uchun intayin bir nima deymiz, nihoyatda ko'nglimni yaratgan bir safar bo'ldi. Nurun qarindoshlarga ko'rishdim. O nima Sarxillar ma'rifidagi o'quvchilar va ularniki bir qism ota-onalar bilan ko'rishish, andan keyin Uyg'ur robot sinfidagi o'quvchilar bilan ko'rishish, ota-onalar bilan birga faoliyat qilish. Bu ishlardan boshqa yana bir qism qarindoshlar bilan ko'rishib, nihoyatda yaxshi vaqtlarni o'tkazdik birga. Vatanniki tamoqlarni bek sig'ingan. Türkiye'de şu vatandaki o'xshash sharoit bor ekan, Uyg'urlarniki restoranlari nihoyat huzurlandim. Yanından tamoqlardan qarindoshlar bo'libmi, ko'nglimiz tatgan qarindoshlar birga bo'lib tamoqlarni birga yeb bir paranglashib degandek intayin ko'ngillik bo'ldi. Shuning bilan xuddi vatanga bir qatim berib kelgandek ashundoq hissiyatda bo'ldim. Undan boshqa oxirgi kunisi 13-sila İstanbul'dan Amerika'ya qaytib kelishdan burun nimaga berib, Sapaköy taraflarga berib, bir qancha navoiyxona, lekin quruq yemish, qahlar bor, do'konlarga borgan, ozroq narsa ketay deb. U yerdami xuddi ayni vaqtlarda men vatanga borgan vaqtimda ko'rgan ahvollarning naq o'zi bo'ldi. U nima deganda Uyg'urlarniki oq ko'ngil, mehribon, kuyimchan, mushtaq bir millat ekanligini namoyon qilgan ahvollar. Men navoiyxonaga kirib nasam pul ololmadi. Qahva do'koniga berib qaqqasam uni pul ololmadi. Men shuncha yolvorib baqdim. Men Amerikaga keldim, dollarim jiq.
desem unmaydi bola. Andan keyin yana bir do'konga kirib ozroq bir narsa olgan. Aslida menga berilgan bahodan $3 ortiq pul bersam, $3 pulni qaytarib beraman deb turib oldi. Oxirida men olmasam, shuni o'rniga boshqa buyumlarni berdi. $3'lik emas, undan jiq narsalarni berdi. Bu ahvollarni ko'rib, men ayni vaqtda Urumchiga borgan vaqtimda 2006-yillarga deyman. Bir qatam bir navoiyxonga berib, 2 non olgan. 2 non elib, $dollarni parchalab yurmay deb 5 nonniki pulini bersam, qattiq unmay, aka 5 non olgan bo'lsangiz deb, shu 5 non bergan menga. Shu chog'da men aytdi ta'sirlangandim. Endi ashtaq kasblarga shug'ullanayotgan qarindoshlarniki iqtisodiy ahvol yaxshi emas. Ashtaq turibmi, nima o'zimga tava bo'lmagan narsaga ega bo'lsam bo'lmaydi deydigan ashtaq bir yuqori olijanob axloqiy fazilat nuqtasidan men 2 non ayilib 5 nonniki pulini bersam, menga 5 nonni ko'tarib qo'ygan. Bu qatim Turkiyadami o'xshash ahvolni ko'rdim. Ashuna bilan xuddi vatandagi xalqimizni ko'rgandek, ashunday nayt bir suyundim, ko'nglim nayt eridi. Nayt suyundim. Shunga mushqatim ashtaq ishlarniki bulishiga töp qo'shgan barliq qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Andikin oldin qatimliq Turkiyada ishlagan bir videoda bir narsani xato deb qo'yibdim men. Bu robot sinfini tashkillab hozir qadar 300 dan ortiq o'quvchilarni tarbiyalab bo'lgan va tarbiyalayotgan inimizning ismi aslida Muhammad Emin Nuriddin edi. Men uni Mamatli deb qatdim u yerda. Biroz charchash bo'ldi endi menda. Ashta boshqa xato deb qo'yibdim. Andikin bu inimiz hozir bakalavrlikda o'qiyotibdi. Bakalavrlikda o'qiyotib, mushundaq Uyg'ur robot sinflarini tashkillab, hozir qadar 300 dan ortiq Uyg'ur bolalarini tarbiyalab bo'libdi va tarbiyalab etibdi hozir. Bu meni bek ta'sirlantirdi. Men o'qib baqqan oliy maktabda magistr doktorlikni o'qib baqdim chet elda. Bundaq vaqtlarda, bundaq mezgilda bir odamniki turmushi naqadar oldirash bo'lganligini bilaman. Shu Uyg'ur robot sinfiniki faoliyati bo'lgan kunisi aslida bu faoliyat 1,5 soat planlangan. Lekin 3 soatdan oshib ketdi, 3,5 soatdan oshib ketdi. Shu chog'da Mehmet Emin Nuriddin inimiz biroz zukamdab qolibdi ekan, salomatligi yaxshi emas. Ashundaq turibmi, bu faoliyatni boshdan oxir o'zi tashkillab ep boshla qildi. Andikin u yerga kelgan farzandlar, ota-onalar hammasi hech qanday g'udurlamay, tanafusmi qilmay, boshdan oxir ashada jim boshdan oxir qatnashdi endi. Bu ahvollar meni nihoyatda ta'sirlantirdi. Endi bu qatimki Türkiye safarida his qilgan bir azar salbiy taraflarim bor. Uni desa İstanbul bek qisqiston bo'lib ketibdi. Bo'lib qatnash bek qiyinkan hozir o'zining shaxsiy mashinasida bir yerga bormoqchi bo'lsa, bek qiyin to'xtaydi ekan. Ozroq bir necha kilometr oraliqni uzun vaqt yeydi ekan. Ashta bu boshqa ma'shat bo'lgan 3 kunniki oqshomlik so'rinlariga hammasi kechikib bordim. Eng az deganda 1,5 soat bo'lmagan, ba'zida undan ko'p kechikib bordim. Sizlardan apu so'rayman. Shuna tirishib baqdim, ammo bo'lmay qoldi. Ba'zilarininki oldidagi faoliyatlar uzun suzib ketib shunday bo'ldi. Ba'zilari shunday bir qiziqarli mashina ketib o'tib, endi 15 minut qoldi bordigan yerga deganda men bordigan so'rinniki egasiga 15 minutdan keyin boramiz deb xatsa uchirmandirib olsam, birdamdan keyin bu yerga yetib borgan vaqt 10 minutdan tushgandan keyin bu GPS'niki vaqti g'achil o'chirib, yine 19 minut qoldi deb chiqdi. Yine u yerda ozroq maqandikin 20 minut qoldi deb chiqdi. Ashta qilib aslida 15 minut qoldi degan yerlarga 1,5 soat berib degandek ashtaq ahvol bir qancha qatim bo'ldi. Masalan, hayron qoldim Turkiyaniki GPS sistemasiga. Amerikada bir yerga bormoqchi bo'lsak, u yo'ldagi qatnashniki qisqanchilik ahvollarining hammasini vaqtini deb turdi. Odatda shu degan vaqtimizda bora olamiz yoki men mashinani tezroq haydayman, yo'lga chiqqandan keyin. Shu ko'pincha vaqtlarda aslida GPS degan vaqtdan 10 minutlik boldirib bora olmayman Amerikada. Lekin Turkiyada unday emas, jiq kechikib bordi qanday. Bu ishga biroz hayron qoldim. Ashtaqda menda Uyg'ur jamoatiniki ko'p bo'lishi u yerda, andikin Uyg'urlarniki ashtaq navoiyxonlari, qolgan boshqa qoq do'konlari, kiyim do'konlarining bo'lishi, Uyg'ur jamoatiniki inoq o'tishi mush sababdan
Türkiye'ye basa adamniki ko'ngli boshqacha yuriydi ekan. Men ashtaq bo'ldim shaxsan. Andan keyin sizlarga deb qo'ygan bir ahvol o'tganda sizlarga degan men 10 ayniki 28 kundan 30 kungacha Amerikaniki Texas shtati Houston shahriga berib u yerda bir faoliyatga qatnashdim. Bu faoliyat shu Rice University degan bir oliy maktab, shaxsiy oliy maktab, dongli maktab. Shu maktabniki musulmon o'quvchilar uyushmasi menga Uyg'ur qirg'inchiligi haqida bir leksiya ulashtirib bergan. O leksiya 1,5 soatlik davomlashdi. Buningda kuchli rol o'ynagan kishi shu Houstonda turadigan do'stimiz Shakir va Muzaffar Mayraniki qizi Mahliya qizimiz bo'ldi. Shu muhim rol o'ynagan. Ben o paletlarni tugatib qaytib keldim. O chog'da sizlarga ba'zi uchurlarni degan videoda. Shu 11-ayning 7-kuni shu Rice University'niki musulmon o'quvchilar uyushmasi shu maktabda iyon to'plash ep berib Uyg'ur Project fondiga $930 ko'proq pulni o'tibdi. O pul bizga keldi. Undan boshqa Mahliya qizimiz o'zimi azroq pul iyoni qilibdi. Endi Amerikada oliy maktabda o'qiyotganlar bak kambag'al bo'ladi. Ashtaq bo'lishi qaramay bu mayli u yerdagi boshqa musulmon o'quvchilar bo'lsin, mayli Mahliya qizimiz bo'lsin, yine eshinib Uyg'ur Project fondiga pul iyoni qilibdi. Bunga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undan boshqa chet elda yashaydigan yana bir singlimiz bor. O singlimizni o'zi pulni tejab xashlab, iqtisod qilgan azroq pulisini Uyg'ur Project fondiga iyoni qildi. Bu singlimizga shu fursatdan foydalanib ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi yana bir ish dastlabda deb qo'ydigan. O'tganda men Turkiyadagi qiyinchilikdagi oilalarga yordam qilish ishida shu 12-oydan boshlab o'zgarish bo'lganligini aytgan. U qanday o'zgarish degan chog'da bu ishni men buningdan 1 yil burun boshlagan. 2021-yili 11-oyda boshlagan. Endi hozir 1 yil bo'lganligi uchun qoida bo'yicha buni to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Shunga pul iyoni qilgan, pul yordam qilgan qarindoshlar uchun bir talash bor endi buni to'xtatib qo'yish. Shunga buni men dedim, videoda dedim, andan keyin yordam pulga erishayotgan qarindoshlarniki oilalarning hammasiga o'qitdim. Andan keyin iyoni qilayotgan, yordam qilayotgan oilalarga o'qitdim qarindoshlarga o'zining ixtiyor ekanligini. Shuning natijasida biraz bu ish to'xtab qolmaydigan bo'ldi. Hozir o'zgarish bo'ladigan bo'ldi. Bu ishni dastlabda boshlagan chog'da menga har oyda $1,600 keladigan bo'lgan. Bu $1,600 16 oyliga $100 taqsim qilib mangan. Keyinroq bu yilniki 7-oylarda bir qarindoshimizniki ahvolida yordam qilayotgan qarindoshimiz ahvolida o'zgarishib qilib, bu sapdan chiqdi. Shuning bilan bu pul $1,500 uchib qolgan. Ashtaq bo'lsa-mu, oxirgichilik bu shu $1,500 pulni 16 oyliga taqsim qilib kelgan endi. Endi bu qatimki 1 yil to'shqanlik munosabati bilan men shu yordam qiluvchi oilalarga o'qitgandan keyin davomli yordam qiladigan oiladan bir qismi chiqdi. Ularniki jami pulni qo'shganda hozir $1,050. $1,050 bo'ladi. Onun için bir oila bor. Bir qarindoshimiz bor, uniki puli 12-oyda tugaydi. Uni da o'qitmadim, unda keyin qanday bo'lganligini. Endi u qarindoshimiz bundan keyin davomlashtiramda yo'q o'qimayman. Shunga hozir shu 12-oyda taqdirlangan pulniki miqdori $1,050 bo'ldi. Kelar yil 1-oydan boshlab bu $900 tushdi. Shuning bilan bu yordam qilayotgan qarindoshlarning ko'pinchilari bu ishni siz orqali qilgan bo'lsam, siz bilan qilishni xohlaydim deb shu istagini dedi menga. Ashta boshqa bu ishni davomli o'zim qilaveray dedim. Hozir endi shuning natijasida pul oldigan oiladan endi 6 dak oila qisqaraydi. Bunun ichida pul berishni to'xtatib qo'ygan qarindoshlar bor, ularning pullari to'xtaydi. Undan boshqa yana bir necha oila to'xtaydi. Endi
pul yordam qilayotgan qarindoshlarniki ko'pinchilari o'zi burun yordam qilayotgan oilaga yordam qilganligini bildirdi. Shunga bu jihatda o'zgarish olmaydi. Shu o'zi istagan oilalarga yetkazamiz pulni. Bularning ichidan bir qarindoshimiz pulni siz muvofiq ko'rgan qaysi oilaga bersangiz bo'ldi deb shunda dedi. Shuning bilan bu yerda 200 dollarni birdigan aileni 5 ailedan tanlash to'g'ri keldi hozir. Hatta bu boshqa men bu 5 aileniki hammasiga xat yozib etdim. Qaytadan iltimos qilinglar hozirgi ahvolinglarni deb. O'zinglarniki farzand o'qitishda qanday qiyinchiliginglar bor, ahvolni yozib o'tib boringlar. Mana 5 ailedan 2 aileni tanlaymiz dedim. Bular asosan qilib bo'ldi bu ishni. Bu tanlashni yenilam burunga o'xshashlam. Bizningki tanlash gruppasi tanlaydi. Ehtimal xabaringlarda bo'lishi mumkin. Men bu ishni boshlagan chaqda bir 4 kishilik tanlash gruppasi qurgan. Bu 4 kishilik tanlash gruppasiniki birisi Uyg'ur Project Fondininki direktori, qolgan 3 kishi Turkiyada, ikkisi xonim singillarimiz, birisi Uyg'ur Yardan bir inimiz, bu jami 4 kishi. Şu bu qatamı 5 ailedan 2 aileni şu 4 kishilik tanlash gruppasi tanlaydi. Andan bu pulni shu bo'yicha taqsim qilamiz. Men bu ishni boshlagandan keyin yordam qildigan qarindoshlar bilan yordam oluvchi ailelarni bir-birisiga tanishtirib qo'ygan. Shuning bilan bular yaqin munosabat saqladi. Ba'zanlari urug' tuqqandek yaqin munosabat o'rnatib bo'ldi hozir. Hatta bu boshqa hozir natija shunday raqamdi. Qisqa bu ish davomlashadi. Pul yanılam davomli mang keladi. Men bu pulni Turkiyadagi Uyg'ur Yar fondiga avataman. Pulni shu qiyinchilikdagi oilalarga taqsim qilish ishini Uyg'ur Yar fondi qiladi. Hozir qadar men shular qilib kelgan endi bu ishni. Hech qanday albatta buni pidayob qilib kelyotdi. Bu degan mushmish davomlashadi. Endi shu bir yildan buyon bizning yordamga mushishda yordamga erishgan 16 oila bordi. Hozir endi 10 yoki 11 ga tushib qoldigan bo'ldi bu. Agar mushning qo'shib yana yangidan ba'zi qarindoshlar men yordam qilay desanglar, men bilan aloqalashinglar. Bu bir nayte ulug' ish, bu bir saxovat ishi. Bizning dinimizning nayte muhim o'ringa qo'yilgan yaxshi amallarning birisi bu. Shunga agar bu shu yordam qiluvchi sabki qo'shilay desanglar, men bilan aloqalashinglar. Biz buni nayte mukammal holda yaparmiz bu ishni, albatta men degandek. Endi boshqa paranga o'tsak endi xabarlarga, bu ikki hafta ichidagi eng chong xabarlarning birisi Amerikadagi Ovam palatasiniki saylam natijasida Cumhuriyet Partiyasiniki asosli o'ringa chiqqanligi, ya'ni ularniki hozirgi a'zosi 218 bo'ldi. 218 a'zo bilan Amerikaniki Cumhuriyet Partiyasi Ovam palatasida ko'p sonliqni tashkil qildigan bo'ldi. Bu bir cho'ng o'zgarish. Sababi nima desanglar, shu Biden prezident bo'lgandan tortib Ovam palatasi bilan Kengash palatasining har ikkilasida Demokratik partiya ko'p sonliqni egallagan. Ashta bu boshqa Amerikadagi nurg'un ishlar shularniki xohish bo'yicha mangan hozir qadar. Endi bu ahvol o'zgardi. Bundan keyin Kengash palatasi demokratlarning qo'lida, Ovam palatasi cumhuriyetchilarning qo'lida bo'ladi. Ashta bu boshqa temponligini saqlashda, Amerikaniki siyosatlarini tuzishda, temponligini saqlashda buniki ahamiyati intayin zo'r. Bu ish bo'lgandan keyin ba'zi o'zgarishlar boshlandi hozir. Cumhuriyetchilar partiyasiniki qilgan birinchi ishi bir komitet qurib, Biden ailesiniki bir qism chirikchilik ishlarini tekshirish ishini boshlayapti hozir. Bu qanday ish deganda, sizlarning xabaringlarda bor, Biden'niki o'g'liniki bir qism mastarvati bo'libmi, uniki bir kichik daftar kompyutersi bir remontxona qilib qilib, keyin uning ichida nurg'un nayti vahshiy narsalarniki borligi bayqalgan. Lekin buni hozir qadar e'tirof qilmagan. Demokratchi partiyaning kishilari e'tirof qilmagandi. Yaqinda bu vaqtda yana qayta tekshirish yapmoqchi bo'ldi. Bu kompyuterni aslida ruslarniki o'ynab chiqargan o'yini degan burun. Lekin hozir buniki rossiyalikka jazmlashdi. Buning ichida biz barhaq ko'ngil bildigan bir ish, bu hozirgi prezidentniki o'g'lining Xitoyga borgan chog'da 16 yoshli qizlar bilan mehmonxonalarda qilgan ishlari bor.
Şuniki video resimler var bu kompüterde bayqalgan. Andan keyin bu hozirgi prezident o'tirib chiqqandek uxlagan ekan Amerikaniki ba'zi qoidalarini o'zgartibdi ekan bu. O qanday qoida degan chog'da mushtaq prezidentlarniki Amerikaniki yuqori darajalik rahbarlarniki bank hisobini tekshirish burun bu narsalar tekshirishga yo'l qo'yildi ekandiq. Keyin hozirgi prezident chiqqandiki bu narsani o'zgartgan ekan. Ashtaq bu boshqa bir qism bankiniki harakatlar bor ekan, bankada yuz bergan ishlar bor ekan, pulni o'z-bizga mandirish ishlarida. Hozir endi buni tuzumni asliga keltirib, shu orqali shu bank hisoblarini tekshiramiz deydi. Buning ichida hozirgi prezidentga bog'liq ba'zi ishlar bor ekan. Masalan, hozirgi prezident chiqqandan keyin Amerikaniki tabiiy gazini Xitoyga sotadigan ba'zi bir savdo ishlari bor ekan. Bu maxfiy qilingan ish ekan, mening bilishimcha. Shuning tekshirimiz davom etadi. Xabarlarda bor, yaqinki 2 yilning mobaynida Amerikada gazniki, andan keyin mayniki bahsi pek o'sib ketdi, neftning bahsi intayin ig'ir darajada o'sib ketdi. Shunga ashtaq bir ahvolda Amerikaning Xitoyga suyuqlantirilgan tabiiy gazni setishi noyatimi Amerikaning amn ahvoliga mos kelmaydigan Amerikaga foydasiz bir ahvol. Dastlabda o'tirib chiqqan gaplarda mushta ahvollar yuz beribdi hozir. Buni tekshirimiz davom etadi. Bundan keyin tekshirgan nurg'un ishlar o'tirib chiqadi. Amerikaning siyosatida endi Cumhuriyetçi partiyalar, demokratchi partiyalarning ichida yuz bergan bir qism ishlarni tekshiradigan ish bundan keyin xili eg'ir salmoqni egallaydi. Masalan, prezident bo'lgandan keyin boyib ketgan kishilar bor Amerikada. Buning ichida Clinton bor, Obama, Hillary qatorliq endi Nancy Pelosi degandek mushtaq ishlar bor. Mushlarni bundan keyin tekshirimiz davom etadi. Bu yerda men tilga qo'yadigan yana bir narsa, bu qatam endi Avam palatasiniki a'zolarining ichida jumhuriyatchilarniki ko'p sonliqni egallashi munosabati bilan Nancy Pelosi o'ziniki burun huquqidan tushidi. Speaker of the House degan huquqidan tushidi birinchi oyda. Buning o'rniga jumhuriyatchilar chiqadi. Endi jumhuriyatchilardan hozirga qadar tanlangan kishi, hozir dastlabki qadamda tanlangan nomzod nima kishi ekan? Xatni o'qiyolmadim. Nima Kevin McCarthy deydi. Kevin McCarthy degan kishi bu kishi 2014-yildan 2017 yillargacha shu hozirgi Nancy Pelosi'niki rolini o'ynagan kishi ekan burun. Cumhuriyetçi Partiyaniki Maris'ında shu Kevin huquqni Nancy Pelosi'ga o'tkazib bergan ko'rinish ma'vu. Bu qatam endi Nancy Pelosi huquqni mush kishiga o'tkazib berish ehtimolligi bor. Buni texi jazmlashtirmadi Cumhuriyetçi Partiyalar texi. Endi jazmlashsa bu Kevin birinchi oydan boshlab Amerikadagi 3-cho'ng huquq o'rniga chiqadi endi. Endi Nancy Pelosi biz uchun ko'p yaxshi ishlarni qilgan. Xabarlarda bor. Bu xonimning eriniki gerçi Xitoylar bilan bir qism savdo ishlari bo'lsa-mu, bu xonim Xitoy Kompartiya hokimiyatiga intayin izchil turda Uyg'urlarni qo'llab, Xitoy Kompartiya hokimiyatiga qarshi bir qism ishlarni qilgan. Tayvan ishida ham shundoq. Bu xonim chiqib ketdi. Endi o'rniga chiqqan kishi qanday yo'l tutadi, uni hozircha bilmaymiz. Buni kim bilamiz. Ondan keyin yaqinki yana bir cho'ng xabar shu necha kunning oldida 14-yilda Trump 2024-yillik prezident saylamiga o'zining kandidatlikqa ko'rsatganligini Jakarta'da bir yig'in ichib, o'ziniki Floridadagi uyida bu Amerikada va dunyoda bir cho'ng xabar bo'ldi. Rasmiy e'lon qildi. Endi bu qatimki bo'lgan bir o'zgarish shu kandidatlikni e'lon qilish yig'iniga Trump'niki qizi va kuyovi qatnashmabdi. Ayni vaqtda 2016-yili bular Trump'niki nihoyatda kuchli qo'llovchilari va yordamchilari edi. Ashta boshqa bu qatim bular qatnashmabdi. Buniki bir qism salbiy ta'siri bo'lishi mumkin. Hozir endi
o'tirga ko'proq chiqayotgan bir gap Trumpniki o'zini emas, Trumpizm degan Trumpniki ideyasini tutgan yo'lini ko'proq ilgari surish mushkatlarda paranlar ko'p bo'lyotidi. Bundaq bo'lishning bir sababi ehtimol sizlarning xabaringlarda bor. Trump o'zining og'zidan boshqarolmaydi. Gerçi Amerika'nın tarixida prezident bo'lgan 4 yil ichida nihoyatda cho'ng muhim ishlarni qilgan bir prezident bo'lsa-mu, og'zi biroz bezaproq endi. Kishilarga bo'lgan muomalada ko'chadagi luchak odamlardek qiladi bu. O'zini qo'llagancha odam maqtab, qo'limizdan set gap bilan tushirib qaqlan degandek. Endi mush narsa Trumpniki umumyuzlik obraziga va kilar 2024-yilda o'tib chiqishiga biroz ta'sir ko'rsatyapti hozir. Hatta bu boshqa bir qism kishilar Trumpning o'zini emas, uniki ideyasini tutgan yo'lini Trumpizm degan bir narsa, xuddi Marksizm, Leninizmga o'xshash Trumpizm degan narsani bahroq ilgari surish tarafdori bo'lyapti hozir. Endi bu ishlarniki bundaki qanday bo'lib mang'udi bundan keyin ko'ramiz. Mening umidim bu kishi o'ziniki og'zini obdaraq kontrol qilsa bo'ladi. Bir partiyaniki Amerikaniki boshlig'iga loyiq bir tariqada endi. Ondan keyin yaqinqi yana bir cho'ng xabar 20 davlat guruhi eng taraqqagan 20 davlat gruppasiniki liderlariniki uchrashishida Xi Jinping bilan Biden ikkisi kurashdi. Bu kurash intayin uzun davomlashdi, jami 3,5 soat. Nurg'un paranglar bo'lindi. Endi bu ikkisiniki kurashgan vaqtidagi videosi qarasanlar, odamning qusqusi keladi. Biden o 5-6 metr yerda qo'lini mashtaq chiqarib, Xi Jinpingga mashtaq qilib menib berib kurashdi. Nihoyatda bir xushamat qilgandek. Bu mayli Amerika bilan Xitoy davlatiniki o'rni bo'lsin yoki Xi Jinping bilan Bidenning o'rni bo'lsin, qat'iy yarashmaydi bu. Odamniki nihoyat ko'ngli yerim qilgan bir ahvol bo'ldi. Endi 3,5 soat paranglashish. Bu paranglarniki mazmuni bek ko'p. Bu to'g'riliq hammani deb bo'g'ilmaydi. Endi bu qatimki kurashda Bidenniki ilgari surgan bir narsasi Amerika Xitoy bilan intayin kuchli darajada raqobatlashadi. Lekin bu raqobatlashishniki harbiy to'qinishga berib qilishni xohlamaydi degan ideyani o'tirib qo'ydi Biden. Endi shundoq bo'lganda endi Amerika va Xitoy o'tirsida nurg'un sohada bundan intayin keskin to'qinish bo'ladi. Masalan, savdo, aqliy mulk, kishilik huquq, andikin Amerikaga so'qinib kirishi Xitoyniki, Amerikaga so'qinib kirishi, andikin uchur urushi qatorliq jihatlarda nihoyat keskin to'qinishlar bo'ladi. Lekin hozir Amerikaniki umid qilayotgani bu to'qinishlarniki bir harbiy to'qinishga berib qolmasligi, o'zgarib qolmasligi mushni o'tirib qo'ydi. Endi Xi Jinpingniki degani bo'lsa hozir Xitoy hozirgi xalqaro tartibni o'zgartirishni istamaydi. Amerikaniki ichki ishlarga aralashmaydi. Amerikaga jang e'lon qilmaydi hamda Amerikaning o'rnini tortilishga urinmaydi degan narsani ilgari surdi Xi Jinping degan Xitoy. Amniyati bo'lsa bu Xitoyniki o'rtaq inson taqdiri sistemasi Renley Mingyun Gongtengti degan bir narsa bor. Xi degan jallat o'tirib qo'ygan. Mush narsani to'xtamay targ'ib qilyotdi. Bu qatimmi bu narsani qaytadan tilga oldi. Undan boshqa Xitoyniki Tayvanga sifatgan tahdidi, bir yo'l bir balvoq qurilishi, mushlarniki hammasi amaliyotda Amerikaniki ichki ishlarga aralashish hamda xalqaro tartibni o'zgartirishga uringanlik bo'ladi. Bu Xitoydek yuzsiz millat yo'q bu dunyoda. Xitoy hokimidek rezil bir hokimiyat yo'q. Bular qildig'ini qilaverib, yuzini dab-dab qilib, yine yeshimi ko'magandek qotqa ishning ta'tirsiz gapni davrida bular.
hozir qilayotgan ishiniki eng kuchli qilayotgan ishiniki birisi xalqaroliq tartibni o'zgartirish bo'lsinmi biz undan qilmaymiz degan gapni og'izlayotdi amaliyot qilyotdi. Endi nayt ro'shanki Amerika bundan keyin Şi jallatniki nim deginiga qaramaydi. Xitoyniki nima qilganiga qaraydi. Bu jihatda hech qanday shak yo'q menimcha. Anikin mushqitimki shu 20 davlat rahbarlarining uchrashishida yuz bergan yana bir ahvol. Bu qatim qolgan 18 davlat buningga Rossiya bormadi, Putin bormadi. 20 davlat bo'lsa-mu amaliyotda 19 davlatning uchrashishi bo'ldi bu. Qolgan 18 davlatlarniki hammasi birdek Rossiyaniki hozir o'tirib qo'yayotgan yadro bomba tahdidini qattiq aybladi qolgan davlatlar birlikda. Lekin Xitoy unda qilmadi. Xitoymi mushqatim uchirish haqida bayonot e'lon qilgan bo'lib, uningda bu Rossiyaniki yadro bomba tahdidi haqida hech qanday gap yo'q. Yana bir ko'rilgan ahvol ko'rinishda bu 18 davlatniki rahbarlari Şi degan jallatdan boshqa bu qatim Şi jallatga xushomad qildi ko'rinishda. Yeyib paranglashib bu degandek. Lekin hozirgi bir narsani aniq amaliyotda bu qolgan 18 davlatlarniki ichida og'iz qilib o'tirg'i oshkora demagan holatda vujudga kelgan bir narsa bor. U nima deganda birlashib Xitoyga taqobil turmasa bo'lmaydiganligi. Bu jihatda bir ichki jihatdan bir xil birlik sappa buningki natijasini bundan keyin ko'ramiz. Ondan keyin bu qatim yana bir cho'ng xalqaro xabar bo'lib ketgan bir ish Şi jallat bilan Kanadaniki bosh ministri Justin Trudeau degan ikkisini o'tirishidagi paranlashish. Bular 10 minutlik paranlashgan bir video tarqalib ketdi xalqaroga. Bu yerda nima bo'pti desanglar, uning oldingi kunisi bu ikkisi paranlashib, Justin Şi jallatga biroz norozilik bildirib ekan. Yaqinda Kanadada elib berilgan bir parlament a'zolarini saylash ishida Xitoy pul chiqarib, Xitoyparast kandidatlarni qo'llagan ekan. Ash orqali saylovniki natijasiga ta'sir ko'rsatgan ahvol yuz beribdi ekan. Bu qatim bu Justin mushaqda Xi Jinpingga norozilik bildiribdi, ikki taraf paranglashibdi. Paranglashib bo'lgandan keyin bu xabarlarni Justin medialarga da'vat etibdi. Da'vatgandan keyin ammo ikkinchi qatim uchrashishda Xi Jinping bu Justindan norozi bo'lib, biroz tahdid solgan gaplarni debdi. Bu gaplarning hammasini shu maydonda bor ba'zi muxbirlar evagan ekan videoga. Buni qo'yibdi. Kang ko'lamda hozir topalaysiz uni. Shuning bilan bu qatim Xitoy hokimiyatiniki, Şi jallatniki Abdi Bashirsini dunyoga yana bir etishda bir muhim voqea bo'lib qoldi bu. Bu to'g'risida ko'p xabarlar chiqdi. Twitterga kirsanglar bu jihat narsani ko'ralasizlar. Endi mushu munosabat bilan bu qatim abatimni biroz deb o'tdim. Tayvan masalasi haqida. Mendan ba'zi qarindoshlar mushuni so'radi. Xitoyniki hozir Tayvanga hujum qilib qilish yaqinqi bir qanchilishida ehtimolligi qanchalik degan savol. Oldingi bir mezgil ichida bu ehtimollik nihoyatda kuchlikdek ko'ringan. Şi jallatning tutgan yo'li Xitoy ichidagi tashkilotlar, anikin Şi jallatniki Xitoy armiyasini urush tayyorlik qilishga chaqirishi qatorliq ishlarga asosan xuddi pat yaqindalam Tayvanga hujum qilib qolgandek bir xil ahvol shakllangan. Endi meniki deydiganim bu ahvol yuz bermaydi. Ikki cho'ng sabab bor. Amaliyotda 3 cho'ng sabab bor ekan. Uniki birisi Xitoyning kuchi yetmaydi. Gerçi Xitoy hozir ko'rinishda va kuchli ko'ringan bilan Amerikaga harbiy jihatdan yaqin kelmaydi Xitoy. Bu ish yuz bermaydi. Ikkinchisi, agar Xitoy Tayvanga hujum qilib qolsa, hozirgi Xitoy kompartiya hokimiyatiniki ag'dirilishidan darak beradi. Shu vaqtni o'zidan Xitoy kompartiya hokimiyati ag'diriladi. Uchinchisi, men burun sizlarga deb kelganimdek, hozirgi Xitoy başlarındaki chet eldan nurg'un puli, xotini, balları var. Ular bularni aketmay turib Tayvanga hujum qilolmaydi. Alan to'ngitsa bularga ziyon bo'lgan ziyon bak cho'ng. Xitoy rahbarlari
Xitoy davlatiniki qanday bo'lib ketishi, Xitoy fuqarolarininki qanday bo'lib ketishi bilan ancha kori yo'q bularniki. Bularniki eng ko'ngil bilgani o'zining oilasi, xotin bolalari va puli. Ashta boshqa ishni bir taraf qiladigan, o'ziniki ziyon tatmaydigan bir holatni shakllantirmay turib, Tayvanga hujum qilmaydi. Meniki eng chong umidim shu. Tayvanga hujum qilib qolsa, shuning bilan hozirgi Xitoy hukumati ag'dirilib, biz uchun, Uyg'urlar uchun hozirgi irqiy qirg'inchilik cho'ng yo'qotilish ahvolini to'xtatish uchun bir cho'ng fursat kelyapti. Bizmi vatanga qayta olaydik. Lekin hozircha bu ehtimollik ancha cho'ng emas mening farzimcha. Endi maslaga rost gapni demasa bo'lmaydi. Garchi o'zim shuncha umid qilsammi, meningcha Xitoyniki Tayvanga hujum qilish ehtimolligi hozir ancha yuqori emas. Yaqında Xitoyda yuz berayotgan yana bir cho'ng ahvol hozir Guangzhouda Xitoy hukumatiga qarshi ko'rsatib o'tirib chiqib xalqni ko'chalarga chiqib kelish ahvoli yuz beryotdi. Buni Xitoy hukumati intayin kuchli darajada bostiryotdi. Nurg'un qurolli saqchilarni chiqarib xalqni bostiryotdi. Endi Xitoyniki bu jihatdagi kun intayin tas hozir. Nimishqa deganda Xitoy hukumatining hozir muqimlikni saqlashga ajratgan puli davlat mudofiasiniki pulidan ko'p. Hozir butunlay shu saqchi harbiyga tayinib davlatniki muqimligini saqlayotdi. Endi ashtaqtimi yana u bu yerda ishlar bo'lib turyotdi. Buni anglayapsizlar, ko'ryapsizlar. Hozir Guangzhou bo'layotgan ish mana shunday. Meningcha mush ish kengayib Xitoy hokimiyatiniki ag'dirilishiga olib berishi mumkin. Bu bir hokimiyatni bundaq qurol bilan, xalqni qurol bilan bostirib turib saqlab menish intayin tas. Uni bir necha yil qila olish mumkin, lekin uzun muddatni yapayotgan chog'da bundaq bir hokimiyatni saqlab qilish imkoniyati bo'lmaydi deb o'ylayman men. Shunga hozirgi Xitoy hokimiyatiniki ag'dirilishiga sabab bo'lgan bir cho'ng omil shu. Xitoy davlatidagi fuqarolarniki qo'zg'alib Xitoy hokimiyatini ag'dirib o'tishi. Ben yakında dikkat qilgan yana bir ahvol bor. Buni bir tilga qo'ygim keldi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti AQQdan Uyg'ur masalasi haqida intayin qimmatli dokladlarni o'tirib chiqadi. Yaqinda o'tirib chiqqan bir doklad Uyg'ur qizlariniki Xitoy erlariga majburiy to'y qilinishi, Uyg'ur qizlariniki Xitoyga tegishiga majburlanishi. Muşu cihetimi yakında bir bir mükemmel, umumyüzlük bir doklad e'lon qilindi. Şu Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tarafidan bular e'lon qildi. Muşuniki sabab bilan Amerika dunyodagi xalqarodagi bir qancha cho'ng medialarmi bu vaqtda doklad taqatdi. Masalan, bunun ichida Angliyaniki Guardian degan mediasimi bor, boshqa medialarmi bor. Ben nayet hoş buldum. Bu Uyghur kişilik hukuk kuruluşu bu sahada intayin kıymetli işlerini qilib kelyapti. Ma dokladmi shularniki birisi, men ularga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Endi yaqinda vatandan keladigan video xabarlar yana bek kam hozir. Qarag'anchada yana shu chet elga uchur chiqarish jihatdagi ishlarni Xitoy intayin qattiq kontrol qilayotgandek qiladi. Yaqinda o'tirib chiqqan bir qancha video da ko'rilayotgan ahvol Uyg'urlar bir xil dora yoki bir narsadan mast qilingan. Bu ishlarni bilmagan, andan oq kiyimlik xodimlar kelib bu Uyg'urlarning og'zidan suyuqlarni evatgan ko'rinishlardan bir qanchani ko'rdim men. O'xshamagan yerda yuz bergan ahvol. Bu yeyayotgan Uyg'urlar o'shadan ketgan. Oq kiyimli kishilar bo'lsa, uning og'zi bir narsadan tiqib suyuqlik evatgan. Meningki farzimcha bu Xitoylarniki shu Uyg'urlarni biologiya sohasida sinab qilayotgan, tajriba qilayotgan ko'rinish deb o'ylayman men. Buni Twitter hisobimcha yozib chiqardim. Ahvol bak echinishliq. Endi mushtaq ahvollar yuz bersimi hozir xalqaro jamoat qo'zg'alib ketmayapti. Xitoyniki mushkillarga qarshi bu bir necha yilning oldida biz buni qat'iy tasavvur qila olmaydik. Mushta ahvolni xalqaraga bildirsak, ular chuqur qo'zg'alib bizga yordam qildi deb o'ylaydik. Hozir
Xitoylar qandaq jinoyat o'tkazishidan qat'iy nazar endi bexaraman qutulib ketyotidi. Xalqaro uningga Xitoyga qarata umumyuzlik qarshi ko'rsatish tarafga o'tish emas. Maqatimki G20 niki yig'inda ko'rilgandek yana Şijallat o'xshashlam xalqaro sahnaga chiqib, dunyoga dars berib, dunyoga bundakinki xalqaro ishlarni qandaq ep berish to'g'riliq yo'l yo'riq berib, mashlarni qilib chiryotidi. Mushunga dunyo qarab turyotidi. Bu bak echinishliq. Dunyo mashlar mengiversa yana bundakin ishlar qanday olib ketadi, uqulolmaydi. Mayli Amerikaning ichida bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin. Biz 10 yilning oldida tasavvur qilolmaydigan ishlar hozir yuz beryotidi. Ashtaq bir vaziyat ostida Uyg'urlarniki beshi kelgan ig'ir kun hozirmi tadbirsiz qilyotidi xalqaroda. Shunga yanlamkin bundan keyin o'zimizniki taqdirni o'zgartiramiz desak, yana ko'pincha ahvolda o'zimizga tayanmasak bo'lmaydi ekan. Shu nuqtani aytgan chog'da Uyg'urlarniki Uyg'urlikni saqlashi hem güçlük buluşu bundan keyinki chet eldagi Uyg'urlarning tüp nishoni bo'lishi kerak. Buni men qancha ta'kidlasam ozlik qiladi. Bu yig'inki yana bir cho'ng xabar 15 noyabr kuni Kaliforniya vaqti bo'yicha 15 noyabr, Washington DC'ning vaqti bo'yicha 16 noyabr atgan soat 1:47 o'tganda NASA'niki Artemis 1 degan olam ushquri olam boshliqqa chiqarildi. Bu aslida 8-yildan chiqarilmoqchi bo'lgan, lekin bu niki raketa sistemasidan masli chiqib, bu kechtirilib amdaran osmonga chiqdi bu qatam muvaffaqiyatli holda. Hozir qadar buniki ham ishlari normal ketyotdi. Bu narsa NASA'niki Marsqa va undan boshqa yerlarga odam chiqarish qurilishiniki bir qismi, mana shuning boshlanish qismi. Bu qatimki bu bir sinoq olam ushquri endi. Bu qatimki sinoqda Orion deb atiladigan olam ushquri Space Launch System. Bu bir yangi sistem olam boshliqiga mushtaq olam ushqurlardan chiqaradigan yangi bir sistem. Mushtu sistem orqali olam boshliqqa chiqarildi. Endi bu nima? Space Launch System degan bir raketa, endi cho'ntik raketa. Bu qatimki bu qatim endi bu Orion degan olam ushquri Oy sharini bir qancha kun aylanib, shu jarayonda 10 dona kishi tipidagi sun'iy hamroni olam boshliqiga qo'yib berdi. Undan keyin u yer shariga qaytib kelib, dengizga tushadi. Dengizga tushgandan keyin NASA uni dengizdan suzib oladi. Bu olam ushqurida odam yo'q, odamsiz. Bu olam ushquri Oy shariga qo'nmaydi. Faqat uni aylanib, faoliyat olib berib qaytib keladi. Bu qatimki jami faoliyat muddati 26 kun. Ashta bo'lganda 16-chilar qo'yib berilgandan keyin 12-ayning 12-kunlari tarafida yer shariga qaytib keladi. Bundan keyin Marsqa va uningdan yiroq joylarga odam chiqarish planlaridagi dastlabki qismi endi. Oxirida deb qo'yadigan bir narsa shu yaqinqi bir oydan ozroq vaqt ichida men qatnashgan 2 qatimliq Uyg'ur faoliyatida hech qanday Uyg'urcha naqsha, muzika, usul degandek narsalar o'ynalmadi. Bu meni biroz o'yga soldi endi. Albatta hozir vatanning ahvoli shunday ig'ir. Hammamiz intayin qattiq azoblanish ichida, hammamizning ko'ngli yerim boshqa bo'lg'ashqa bizniki naqsh etqimiz kelmaydi, muzika usullarni o'rnashga ko'nglimiz bormaydi, anglashga bo'lmasin. Bu bir taraf, ham boshqa taraflar bor. Bu so'rovlarda bu naqsha muzika usullarining o'tirib chiqmasligida. Endi men yaqin izchil turda ta'kidlab kelyapman. Uyg'urlik bilan kuchliklik bu ikki nishonda chet eldagi Uyg'urlar eng yuqori darajada qattiq tirishmasak bo'lmaydiganligini. Bu yerda muzika, naqsha va usullar Uyg'urlikniki bir qismi.
Uyg'ur madaniyatiniki yadroliq bir qismi endi. Uyg'urlar bu narsalarni saqlab kelgili 1000 yildan oshdi hozir. Oshda boshqa menimcha bu ishlarni tashlab etmasak. Biz bu ishlarni xo'shalik uchun emas, madaniyatimizni, o'zimizniki madaniyatni saqlab qolish uchun damlashtirib maqsaq, mushtaq ommaviy faoliyatlar bo'lgan vaqtida. Bizningki oldimizda mushu madaniyatimizni saqlab qolish va ularni keyingi avlodlarga o'tkazib berish majburiyatimiz bor bizningki. Hozir xabarimizning xabar bo'lgandek, Xitoylar Sharqiy Turkistondagi bu Uyg'ur madaniyatini butunlay yo'q qilibdi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar usul o'ynash, naqsha aytish, muzika chalish bu jihatga ishon qilolmaydi hozir. Chet eldagilarmi qilmasak buni, Xitoylarni yo'qotib, o'zimizni yo'qotgan bo'lib qolamiz. Shunga albatta men degandek, bu narsalarni ko'ngil etish nuqtasidan emas, o'zimizniki madaniyatni saqlab qolish nuqtasidan bunikin damlashtirgan bo'lsak, kulib turib, qahqahlab kulib turib, noyati ko'ngilashgan tariqada emas, ko'zimiz namlashgan holda, ko'zimiz yoshlangan holda qilsak bo'laverdi bu ishni. Shaxsan men shunday hozir o'zim omroq muzikalarni anglashga, naqshlarni anglashga, lekin balki xushal bo'lib ketolmayman, ko'zimga yosh keladi. Shunday bir millat bugungi kunga qoldikmi deb mushtarakada qilsak bo'laverdi. Madaniyatimiz yo'qolib ketmasa, buni Xitoymi yo'qotib, bizmi yo'qotmagan bo'lsak, sizlarni o'tinib qoldigan bir orzum shu. Yaqinqi necha 10 yilniki mobaynida dunyodagi insonlarniki koinotga bo'lgan tushunchasi, odamlarniki badaniga bo'lgan tushunchasi va hozirgi dunyoga bo'lgan tushunchisida intayin zo'r chunqurlash va taraqqiyot bo'ldi. Bunga ergashib ko'plagan yangiliklar o'tirib chiqyotdi. Dunyoniki hamma yerda, hamma dinda, hamma millatning ichida. Ashta bu boshqa biz Uyg'urlarmi bu jihatga ishlarga biroz diqqat qilgan bo'lsak, agar o'zimiz ashundaq yangiliklarni, ashundaq o'zgarishlarni vujudga keltirmagan taqdirdami, hech bo'lmasa shunga ergishib maqsaq. Anandan o'zimizda buning hozir qadar 1000 yildan ortiq saqlanib kelgan madaniyatimizni saqlamagan bo'lsak, buni yo'qotmagan bo'lsak, bu Uyg'urlikning bir qismi bizniki mavjudligimiz bilan intayin zo'r munosabatlik. Shunga bu bir ishni ta'kidlab qo'ygan bor. Bo'lsa bu jihatda biz kuchsak. Bugungi video uchun tayyorlig'im shunchalik. Yana 2 haftadan keyin ko'rishaylik. Kelar qatim ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.